U ko'pchilik kabi yashashni istamadi. Oqimga qarshi yurish bu qo'rqinchli, lekin zarur edi. Nega u to'dani tark etdi? Chunki u shunchaki yashashni emas, rivojlanishni istadi. Uzoq yo'l, og'ir sinovlar. Va nihoyat u orzu qilgan tartib va farovonlik shahri. Bu yerda hamma narsa o'zgacha. Bu yerda kelajak bugundan quriladi. U tushundi. Biz to'lagan soliqlar bu biz o'qigan maktab, bizni qutqargan tibbiyot va biz yurgan xavfsiz yo'llardir. U o'z hissasini qo'shdi. U soliqlarni o'z vaqtida to'ladi. Chunki u ertangi kunga ishondi. Bugun to'langan soliq ertaga qurilgan yo'l, ochilgan maktab va asralgan tinchlikdir.